Bu videoda men Qoraqo maktabga kechqurun boraman va u joylarda g'alati ovozlarni eshitaman. Bu o'tgan atigi biz 2 kishigina bo'lib bordik. Sizlar ko'rishingiz mumkin mana bu joyi kechqurun qanaqa ko'rinishini, juda ham qorong'i va qo'rqinchli. Atigi bu o'tga 2 kishigina bo'lib keldik. Agar sizlar shunaqa videoga qiziqadigan bo'lsanglar, mana shu kanalga shunchaki like bosib qo'yinglar. Bundan ham zo'r video qilishga harakat qilamiz. Agar sizlarga bu qo'rqinchli emas tuyulishi mumkin, lekin aslida bu ta'tiga 2 kishi bo'lib kelyapmiz. Sizlar o'zingizlar o'ylab ko'ringlar. Kechqurun o'tib kelish ham bo'lmaydi, ham bolalar ham bizlar bilan kelayotgan bolalar kelmadi bizlar bilan qo'rqqandan. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Mana yo'lda hozir salqin bo'lgandan so'ng azizlik. To'xta. Joy bor ekan. Maktab qo'rovulni anchadan beri ko'rmadik-ku. Svetni yo'q-ku. Rostdan ham biz maktab qorovulni anchadan beri ko'rmadik. Svet nimaga yo'q-ku? Ham bu o'tga kelishimizdan yarim soat oldin biz bolalar bilan yig'ilayotganimizda svet o'chib qoluvdi. Hozir bo'lsa svet yo'q-ku. Undan tashqari bolalar ham qo'rqqandan ketardi. Ham biz yig'ilayotgan bolalar biz bu yoqqa kelishimizdan oldin hech qaysi qo'rqmayotdi. Bu yoqqa kelgandan keyin hammasi qo'rqib ketardi. Mayli yuraylik ketdi. Hamma bitta narsadan xursand bo'layotgan tarafim bu yerda hech kim men bilan rozi bo'lmayapti. Hamma qo'rqib ketaverdi. Bitta Ismoil aka ham rozi bo'ldilar. O'zimdan katta bola. Baribir endi bu yoqqa o'zidan kichkina chaqirganda kelish ham bir hech kim bormaydi-da. O'shanda men xursand bo'laman. Rosa Agar siz hozir ham videomni ko'rayotgan bo'lsangiz, ovozini sal baland qilishingizni so'rardim telefoningizdan. O'shanda yaxshiroq eshitilardi bu yoqdagi ovozda ham. O'zi bu yerda kechqurun hech kim yurmaydi, lekin bizda baribir shu kontent uchun keldik. Shuncha like bosib qo'yishingizni so'radim. Keyin bu yerga agar Ismoil aka bu yerda kimdir ko'rib qolsangiz, hayron bo'lmang yoki qo'rqib ketmang. Kimdir nimadirga kirishi mumkin, lekin u odam ham o'zidan o'zi kirmaydi. Baribir sigaret yashirishga yoki nimadir berkitishga kelgan bo'ladi. Lekin o'shalardan siz qo'rqib ketib qolmang. U ham bizga o'xshagan odam bo'lishi mumkin. Birinchi marta bo'lgani uchun biz endi kelayotganimizga shunday daraxtlarning orasidan o'tishga hozir biz qo'rqamiz. Lekin agar sizlar mana shu videoga 500 like yig'ib bersanglar, biz bu videoning ikkinchi qismini chiqazamiz, o'shanda daraxtlar orasidan yuramiz. Sizlar ham shunaqa video qilmoqchi bo'lsanglar, maslahatim 3 kishidan kam bo'lib kelmanglar. Keyin bu yoqga baribir kimgadir aytib qo'yganinglar yaxshi. Video ovozimiz bo'lmasa ham biz o'zi ketamiz, mashaqada ketaversanglar ham bo'ladi. Eshityapsizmi? Yo, mashina. Nima balo bu yo'lni? Eskalator shetdan yurgan ekan-da. Boy eskalator ko'rganda, o'sha mashindan yurgan bo'lsa kerak. To'xtang. Hozir biz bu yoqdan chiqa olmaymiz. Hozir biz chiqishimiz kerak. U yoqdagi eshik yopiq. Shuning uchun hozir biz yana orqaga qaytishimiz kerak. Mana bu yoqdagi eshiklarni yopib tashlashgan ekan. Bu yo'l yo'q. Biz boyagi joydan qaytmasak bo'lmaydi. Ishoninglar, bu yoqqa kirish bor. Juda qo'rqinchli bo'ldi. Daraxtlarning orasidan yurib, yarmidan yurib kelishimizga to'g'ri keldi. Bitta teshik bor ekan, o'sha yerdan kirdik. Eshik yopiq ekan. Bu yerda eng zo'ri hayron bo'layotgan narsa doim bu ochib turadigan joy. Biz endi olmoqchi bo'lganimizda ikkala eshik ham yo'q. Undan tashqari svetlar o'chib, hech kim yurmayapti bizlar bilan. Betorat hamma qo'rqqanidan. Ikkinchidan bunaqa buzuq joy emas edi bu kelganimizda. Biz video olishga kelishib bir plan qilayotganimizda bunaqa buzuq yo'llar, bunaqa tosh moshlar edi. Endi biz kelganimizda shunaqa bo'lib qoldi. Baklashga qo'rqmang.
To'g'risini aytsam, boydan beri qo'limni cho'mchagimga tiqib yuraman, chunki men anaqa nimada bu sovuqligidan emas, o'zim shunaqa darajada qo'rqaman, shu qo'limni cho'mchagimdan chiqaza olmayman. Seskanish bo'ladi, shunaqa narsa bo'lyapti. Biz уже qaytishimiz kerak, lekin hali ham borib olganimiz yo'q. Olmadik. Shuningli, bu yerda bor, o'zinglar soyalardan ham qo'rqasizlar. Shuning uchun fanarsklar o'zi ikkita uchta qo'yib olish kerak bu yerda. Yorug'roq bu joyda qoqilib ketmasligiga, boshqa bo'lishiga, lekin biz bitta fanarda yuribmiz. Endi shunga ham like bosib qo'ysanglar bo'ladi birinchidan. Mana hozir qarang. Yuring bo'ldi, ketamiz. Shunaqa hozir qo'rqinchli holatda bo'lyapti, shuning uchun like bosib qo'ysanglar ham arziydi. Ovoz eshitildi, o'zingiz to'xtang. Atrofda mashinalar bitta ikkita o'tib turar ekan. U deganday bo'ldi. Tepalarni qara. Sen ham eshitdingmi? Chaqaloqning ovozini. Chaqaloq yig'ladi. Rostdan chaqaloq yig'ladi. Bo'ldi, ketdi, tezroq ketamiz. Nimadir taqilladi. Ovozi yo'q bo'lib qoldi, bildingizmi? Boya ovozi bor edi, hozir yo'q. Sizda aneti sheriklarimiz o'tiribdi, lekin qo'rqoqlik kirmadi. Hop, qo'rqib ketdim men. Shunda agar videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Ya'ni shunaqa video chiqish xohlasanglar, shu videoning ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, mana shu videoga 500 like yig'inglar, ikkinchi qismini biz albatta chiqazamiz.